Tasavvur qiling, bir joy bor. Uylar joyida, bolalar maydonchasi bor, mashinalar yo'l chetida turibdi, lekin odamlar yo'q. Shamol esadi, derazalar qarsillaydi va butun shahar go'yo birdaniga vaqt ichida muzlab qolgandek. Dunyoda hozirda ham shunday joylar borki, ular bir paytlar hayotga to'la bo'lgan. Bugun esa faqat jimlik hukmron. Bugun sizga gapirib bermoqchi bo'lgan shaharlar o'zining qo'rqinchliligi va sirlari bilan ajralib turadi. Demak, videoga bir dona like bosing. Biz boshladik. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa Premium mahsuloti, haqiqiy tabiiy asal va qora sidananing mukammal uyg'unligi, prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri dastlabki kunlardanoq sezila boshlaydi. Bizning maqsadimiz sog'lom hayotga tabiiylik bilan erishish. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Eng mashhur tashlab ketilgan joylardan biri Chernobil yaqinidagi Pripyat shahridir. U 1986-yilda atom stansiyasi portlagach, butun shahar atigi bir necha soat ichida evakuatsiya qilingan. U yerda yashaydigan odamlarga tez orada qaytasizlar deyilgan. Shu sababli ko'pchilik uyidan hech narsa olib chiqmagan. Bugun bu yerda ochiq daftarlar, chang bosgan o'yinchoqlar, zanglagan attraksionlar o'z joyida turadi. Eng qo'rqinchlisi shundaki, tabiat shaharni qaytarib olmoqda. Daraxtlar uylar ichidan o'sib chiqadi, hayvonlar esa ko'chalarda bemalol yuradi. Bu joy insoniyat texnologiyasi ustidan tabiat qanchalik tez g'alaba qozonishini ko'rsatadi. Yaponiyadagi Hashima oroli ham xuddi arvoh shaharni eslatadi. Bir paytlar u dunyodagi eng zich yashaydigan shaharlardan biri bo'lgan. Orol ko'mir konlari sabab minglab ishchilar bilan to'la bo'lgan. Ammo ko'mir tugagach, kompaniya orolni bir kunda tark etadi. Bugun u yerda faqat beton binolar skeleti qolgan. Dengiz shamoli derazalardan o'tib g'alati ovoz chiqaradi. Mahalliy aholi bu joyni la'natlangan deb hisoblaydi. Chunki u yerga borgan odamlar kuchli bosim va tushunarsiz bezovtalik his qilishini aytgan. Amerikadagi Bodiy shahri esa moziyga aylangan arvoh shahar deb ataladi. U oltin izlovchilar davrida gullab yashnagan, lekin konlar qurigach, odamlar asta-sekin ketgan. Bugun hukumat shaharga ataylab tegmaydi. Uylar ichida idish-tovoqlar, mebellar, hatto kiyimlar ham o'sha holatda saqlangan. Go'yoki odamlar hozirgina chiqib, qaytib keladigandek. U yerga borgan sayyohlarning eng qo'rqinchli narsasi mutlaq jimlik ekanini ta'kidlaydi. Ukrainadagi yana bir tashlab ketilgan joy Chernobil hududidagi Dogga radari bo'lib, bu ulkan sovuq urush inshooti o'rmon ichida yashirilgan gigant metall devorni eslatadi. Uni ko'rgan odam o'zini boshqa sayyoraga tushib qolgandek his qiladi. Radar bir paytlar maxfiy obyekt bo'lgan. Bugun esa zanglab o'rmon ichida qarovsiz qolgan. Metall konstruksiyalar shamolda qimirlaganida chiqaradigan ovozlar ko'pchilikka qo'rqinchli tuyuladi. Keyingi joy Xitoydagi Kengabashi shahri. U boshqa arvoh shaharlardan farqli. Bu joy urushlar yoki falokat sababli emas, balki haddan tashqari katta qurilish tufayli bo'shab qolgan. Hukumat millionlab odamlar yashashi mumkin bo'lgan zamonaviy shahar quradi, lekin aholisi yetib kelmaydi. Natijada keng yo'llar, osmono'par binolar, savdo markazlari deyarli bo'sh qoladi. Tunda bu shahar ayniqsa g'alati ko'rinadi. Chiroqlar yonadi, ammo derazalarda hayot ko'rinmaydi. Bu tashlab ketilgan joylar bitta haqiqatni yodga soladi. Insoniyat qanchalik kuchli bo'lmasin, shaharlar abadiy emas. Bir paytlar odamlar kulgan, yashagan va orzu qilgan joylar bugun faqat xotirada qolgan. Agarda insoniyat bir kun kelib yo'q bo'lsa, ehtimol butun dunyo shunday arvoh shaharga aylanadi.